Hayotning unutilmas lahzalarini yanada yaqinroq qilish vaqti keldi. Eng sara tilaklar, eng go'zal so'zlar va unutilmas tabriklar Chehroza Tohirovna bilan. Assalomu alaykum. Qo'llari duodan tolmagan, qalblari esa iymon nurlari bilan ilm-olim bo'lgan aziz mehribonlarim. Barchangizga boshlangan yana bir fayzli kunlar xayrli va barokatli bo'lsin. Tinglab turganingiz va kuzatib borayotganingiz g'oyibona bo'lsa-da, quvonch ulashib kelayotgan tabriklar loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Chehroza. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan navbatdagi go'zal tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Alo, assalomu alaykum. Nor bibi ona, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ayni damda siz bilan tabriklar loyihasi ijodkorlari boshlovchi Chehroza Tohirovna g'oyibona suhbatdaman onajon. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Rahmat, salomat bo'ling onajon. Avvalambor bugungi shukronalik ayyomlar, qarshi olgan go'zal bahoringiz muborak bo'lsin. Shuningdek, kirib kelgan muborak Qurbon hayiti bayrami bilan ham sizni tabriklab qolamiz. Ushbu kunda qilgan duolaringizni Allohim o'z dargohida qabul qilib, ajr va savoblari bilan siylasin. Rahmat. Qadrlisiz, bugun bizning loyihamizga sizni tabriklab, xursand qilish maqsadida bir mehriboningiz, qadrli insoningiz murojaat qilganlar. Kimlardan mana shunday chiroyli tabriklar kutasiz onajon? Taxminlaringiz bormi? Manzura kelin. Albatta. Qizingiz Shahnozaxon opadan ham kutyapsizmi? Qizingiz Shahnozaxon opa, nabiralaringiz Amirfayz, Yusufjon va barcha o'g'illaringiz, kelinlaringiz, qizlaringiz Manzuraxon opa ham ushbu tabrikka qo'shilib qolgan onajon. Qimmatli vaqtingizdan birozgina daqiqalarni olib, ushbu chiroyli tabrikni o'qib bersam qizingiz nomlaridan. Tinglaysizmi onajon? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, mehribon va qadrli bo'lgan jannat iforli onajonim. Bugun biz uchun eng quvonchli, eng muborak kunlardan biri. Avvalo, sizni 72 yoshga to'lgan muborak tavallud ayyomingiz bilan, shu bilan birga kirib kelgan muborak Qurbon hayiti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Onajonim, siz bizning hayotimizdagi eng ulug' insonsiz. Sizning mehringiz, duolaringiz va cheksiz sabringiz tufayli bugun biz kamol topdik. Har bir qilgan zahmatingiz, biz uchun o'tkazgan bedor tunlaringiz, farzandlaringiz uchun kuyib yonishingiz hech narsa bilan o'lchab bo'linmaydigan eng buyuk ne'matdir. Sizning borligingiz uyimizning fayzi, xonadonimizning barakasidir. 72 yosh. Bu oddiy yosh emas onajonim. Bu umr davomida yig'ilgan duolar, sabr, oq sochlar ortida ulkan hayot maktabidir. Siz hayotning ko'p sinovlarini matonat bilan yengib o'tdingiz onajon. Bizga esa mehr oqibat, halollik va sabr nima ekanligini o'rgatdingiz. Sizdek onaga ega bo'lganligimiz uchun Allohga behisob shukrlar qilamiz. Qurbon hayiti kabi muborak ayyomda dunyoga kelganingiz ham bejiz emas onajon. Sizning qalbingiz ham aynan shu bayramdek pokiza, mehribon va saxovatli. Har doim farzandlari, nabiralari deb yashagan qadrli onajonim. Hammamizning baxtimiz uchun doimo duodasiz. Boringizga shukr. Sizning duolaringiz bizni balolardan asrab, yo'limizni yoritib kelmoqda. Onajonim, sizga bugungi quvonchli kuningizda dunyoyi fonidagi jamiki yaxshiliklarni, oxirat farog'ati-yu ikki dunyo saodatini yaratgandan so'rab qolaman. Ilohim yana ko'p yillar farzandlar va nabiralar ardog'ida bo'lib, ardoqlanib yuring. Har tongingiz quvonch bilan o'tsin, ko'zlaringiz faqat va faqat quvonchdan porlasin. Sizni hech qachon dard, g'am yoki yolg'izlik bezovta qilmasin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va borligingiz uchun sizga cheksiz minnatdorchiligimni aytaman. Onajon, bolalik qilib, yoshlik qilib qalbingizga bilib bilmasdan
bergan ozorlarim bo'lsa meni kechiring mehribonim. Sizni dunyolar qadar yaxshi ko'raman. Mana bugun o'zim ham ona bo'lib, siz yurib o'tgan yo'llardan yurishni boshladim-u, qadringizga yetdim. Qayta va qayta Allohim baytlariga olib borishlikni Robbim barcha farzandlaringizga nasib qilsin mehribonim. Duoda siz doim erta-kech. G'ubori yo'q dilimsiz ona. Qiyosingiz topolmayman hech eng chiroyli gulimsiz onam. Atirgulga parvolarim yo'q. Qizg'aldoqqa navolarim yo'q. Mehringizdek davolarim yo'q eng chiroyli gulimsiz onam. E'zozligim, jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim. Boyligim siz beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz onam. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir. Sizga 1000 yil xizmatim kamdir, eng chiroyli gulimsiz onam deya mana shunday chiroyli tabrikka yakun yasaganlar. Agarda sizning ham ular uchun atalgan qalb so'zlaringiz, mehrli duolaringiz bo'lsa, marhamat, loyihamiz orqali yetkazib qo'yishingiz mumkin. Birozdan so'ng ijtimoiy tarmoqlar orqali albatta o'zlari ham eshitadilar va juda ham xursand bo'ladilar. Marhamat. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yashashin. Iloyim balalariga nima bo'lsin, iloyim nima aytib qo'ymoqda. Xayri barakasini bersin, barakali bo'lsin. Allohga panohida bo'lsin iloyim. Alloh qo'llab-quvvatlasin. Umrlari uzoq bo'lsin balalarimda ham. Ilohim onajon, inshaalloh go'zal duolaringiz ijobati bilan siylasin Allohim. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Rahmat. Sog' bo'ling onajon. Ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim. La 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 Quyoshga o'xshab kular, bog'imda yashnab turar, dardimni o'zi bilar, beg'ubor onajonim. Umringiz uzun bo'lsin, kuningiz huzur bo'lsin, baxtliman ko'nglingiz to'lsin, jannatim onajonim. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim. La 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 ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim.